odam bilan ko'rishmoqchimisiz? Ha, bu gunoh. Unda aytib qo'y, adamning antiq odatlari bor. Gaplashishingiz kerak, bo'lmasa jahllar yo'q. Adam, men choy damlab kelaman. Tovuq tug'adi tuxum. Assalomu alaykum. Sizda aniq ketgan tom. Va alaykum assalom. Qizim, bo'ldimi kiring? So'ppaymasdan o'tiring. Gapingizdan boshim gangib ketdi. Toshkentning havosi changib ketdi. Yaqinda yog'adi qor. Menda nima ishingiz bor? Men bu burun, men bo'lab, qizingiz g'irt. Yaxshi qiz. Dadajon, shuning uchun keldim. Mani qizim hali yosh, tushundingmi? Qovobosh. Botib ketdi bu terga, buncha uravermang yerga. Oyijon, yaxshimisiz? Yegim kelyapti o'zim. Gapini qara qizim. Sanga sovchi bo'lib ketdi. Shu gapiga yebdi. Obedga makaron yeganman, men faqat qizingizni deganman. Kim menga qarshi borsa, urushib tepishamiz, qizingiz bilan 1 yildan beri addushi sevishamiz. Agar bo'lmasangiz latta qizimni beraman albatta. Faqat hovlimizdagi o'tlarni o'rish kerak. Qizimning akasi bilan ham gaplashib ko'rish kerak. Maymunlar bitiri teradi, dadang baribir seni beradi. Endi nima qilamiz? Nima o'ylanasan? Akam bilan umuman boshqacha gaplashish kerak. Qani kim bilan gaplashish kerak ekan? Bu yoqqa kelsin.